OFK xabar berdi. 18-avgust qura. OFK rasmiy sayti Elit Osiyo Chempionlar Ligasi hamda Osiyo Chempionlar Ligasi 2 yangi mavsumi uchun 18-avgust kuni qura tashlanishini ma'lum qildi. Elit Osiyo Chempionlar Ligasi yangi nom olganidan beri 3-mavsum o'tkaziladi. Umumiy hisobda bu 24 ta klub o'rtasidagi musobaqa hisoblanadi. Bu safar ham turnirning chorak finaldan boshlab o'yinlari markazlashgan tartibda Saudiya Arabistonida o'tkaziladi. Ma'lumki, 2029-yilga qadar markazlashgan o'yinlar Saudiya Arabistonida bo'lib o'tishi belgilab qo'yilgan. Jamoalar soni ortdi. O'tgan yilgi musobaqa 24 ta klub ishtirokida o'tkazilgandi. Bu yildan e'tiboran Elit Osiyo Chempionlar Ligasida jamoalar soni 8 taga ortib, 32 klub belgilab olindi. Ma'lumki, OFK Elit Osiyo Chempionlar Ligasi va Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqalarini 2 mintaqa, Sharq va G'arbga bo'lgan holda o'tkazib kelmoqda. Albatta, biz uchun G'arb mintaqasi ko'proq qiziq bo'lgani sabab G'arb jamoalariga to'xtalamiz. G'arb mintaqasida 16 jamoa bahs olib boradi. Hozircha 14 ta klub nomi aniq. Saudiya Arabistonidan Al-Ahli, Al-Nasr, Al-Hilol, Al-Qadisiya. Birlashgan Arab Amirliklaridan Al-Ayn, Al-Shabab, Al-Ahli, Al-Wasl. Birlashgan Arab Amirliklaridan Al-Ayn, Shabab, Al-Ahli, Al-Wasl. Qatardan Al-Sad, Al-Garafa, Al-Shamal. Erondan Istiqlol Traktor. O'zbekistondan Neftchi. Iroqdan Air Force. Yana 2 jamoa 11-avgust kuni bo'ladigan o'tish o'yinlaridan so'ng aniq bo'ladi. Al-Jazira, Al-Ittiqod o'yini, Paxtakor va Al-Husayn o'yinlari bilan keyingi bosqichga o'tadigan jamoalar aniqlanadi. O'tish bahslarida g'olib bo'lgan jamoa Elit Osiyo Chempionlar Ligasi liga bosqichida ishtirok etadi. Mag'lub Osiyo Chempionlar Ligasi 2 ga yo'l oladi. Paxtakor o'tish o'yinini 11-avgust kuni o'z maydonida Yordaniyaning Al-Husayn klubiga qarshi o'tkazadi. Osiyo Chempionlar Ligasi 2 haqida. Elit Osiyo Chempionlar Ligasidan keyingi o'rinda turadigan Osiyo Chempionlar Ligasi 2 avvaliga play-off bahslari bilan start oladi va shundan keyin guruh bosqichiga start beriladi. Play-off uchrashuvlari 29-iyul 12-avgust oralig'ida o'tkaziladi. Guruh bosqichida 32 ta jamoa ishtirok etadi. Osiyo Chempionlar Ligasi 2 guruh bosqichi uchun O'zbekiston to'g'ridan-to'g'ri bitta o'ringa ega bo'lgan. O'zbekistondan Nasaf ishtirok etadi. Ushbu musobaqa guruh o'yinlarida shuningdek Al-Tavon, Saudiya Arabistoni, Al-Vahda, Birlashgan Arab Amirliklari, Al-Rayyan, Qatar, Al-Shorta, Iroq, Al-Muharraq, Bahrayn, Kuvayt, SK, Kuvayt klublari qatnashadi. Elit Osiyo Chempionlar Ligasi birinchi tur uchrashuvlari 14-15 sentyabr va Osiyo Chempionlar Ligasi 2 dastlabki tur bahslari 15-16 sentyabrga belgilangan.